Assalomu alaykum. Ismim Gulbahor. Verifix korxonasida HR menejer lavozimida faoliyatimni olib boraman. Verifix bu xodimlar va operatsion jarayonlarni boshqarishda yordam beradigan SaaS platforma. Nima uchun biz o'zi ofis qidirishni boshladik? Korxona jadal rivojlanayotgani uchun bizda xodimlar soni o'sishi yuzaga keldi va bizga yana ham qulayroq va kattaroq ofis kerak edi. Biz ofis qidirayotganda asosan lokatsiyasi qulay bo'lishi, ya'ni yo'l yuzida, atrofida metro, avtobuslarga qulay marshrut bo'lishi va hamda o'zini avtomobili bor xodimlar uchun ham parkovka joyi bo'lishi bizga muhim edi. Nima sababdan biz S-ofisni tanladik? Ofisni ichida oshxona, переговорный xonalari ham bor edi. Bu tomonlari bizga S-ofisni tanlashimizda ham muhim bir sabablardan biri bo'lib qoldi. Bu yoqqa kelganimizdan keyin bizda nimalar o'zgardi? Nafaqat korxona uchun qulay ofis, balki har xil bizneslar bu yerda ofisni ijaraga olganligi sababli hamkorlar ham topdik. Agar sizlar ham ofis qidirayotgan bo'lsanglar, S-ofisni tavsiya qilamiz.